Hozirda ishlab chiqarish binosiga Xitoydan parket, pol va plastmassa shifer ishlab chiqarish texnologiyasini o'rnatmoqda. Loyiha qiymati 15 milliard so'mni tashkil etuvchi faoliyat barobarida 30 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi. Jihozlash jarayonida qatnashayotgan xorijlik mutaxassisdan fikr so'raymiz. Mazkur texnologiya Xitoyning qurilish mahsulotlari yo'nalishiga ixtisoslashgan yetakchi kompaniyasi Hangzhouda ishlab chiqarilgan. Kuniga 2000 metr mahsulot ishlab chiqaradi. Kompyuterlashtirilgan dasturda plastmassa pol va sendvich panellar ishlab chiqarish imkoniyati ham bor. Xalqaro bozorda AC markadagi bu mahsulotlar shu texnologiya orqali yaratiladi. Montaj ishlarimiz yakuniga yetay deb qoldi. Yosh mutaxassislarga uning ishlash jarayonlarini ham o'rgatyapmiz. 2021-2023 yillar bo'yicha investitsiya dasturi uchun Namangan shahar va tumanlar hokimliklari, tijorat banklari, xorijiy investorlar hamda loyiha tashabbuskorlari bilan birgalikda umumiy qiymati 1 milliard 200 million dollarga teng 78 ta loyiha ishlab chiqilgan. Uning doirasida joriy yilda 267.2 million dollar investitsiyalar o'zlashtirilib, 12847 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Bu borada tumanda investitsiya va tashqi savdo bo'limi qoshida loyihalar ishchi guruhi tuzilgan bo'lib, hududlarda hokim yordamchilari, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar, jumladan elektr, tabiiy gaz, ichimlik suvi bo'yicha muammolarni hal etish bo'yicha ish olib borilmoqda. Yangi loyihalar uchun imkoniyat yaratilayotgani hududlar infratuzilmasi rivojida ham muhim omil bo'lyapti. Namangan viloyatida obod qishloq dasturi doirasida